ixcham ishlangan podstavkamiz narxi 600 ming so'm qilib beramiz mijozlarimiz uchun. Mana bu kattaroq ishlangan podstavkamiz narxi 700 ming so'm. Tepasida bunda ham tortmalari bor. Mana bu boyaga 600 ming so'mlik. Bu kattaroq ishlangani 1 million 200 ming so'm. Ichi ham enliroq ishlangan. Mana bu ikkita mamliqi oyoq kiyim qo'yayotgan. 12 ta oyoq kiyim ketadi mamliqi ichki ko'rinishi. Bu 4 taligi, 3 taligi ham bor. Bunisi 650 ming so'm, 1 million 200 ming so'm 4 taligi. 3 taligi bo'lganda u 900 ming so'm edi. Ichkari do'konda bor. Mana bu hozir 700 ming so'mlik, mana bu 600 ming so'mlik. Kamotlarimiz, tumbuchka kamot 4 ta tortmaligi 700 ming so'm, 5 taligi 550, 3 taligi 550 ming so'm, 2 taligi 350 ming so'm. Kelinglar, xarid qilinglar. Mana bu kitob javon so'raganlarga kitob javon mana bu oq rangdagisi 750 ming so'm, mana bu kichkinaligi, kichkinasi, razmeri kichkinasi, buni ham oqi bor. Buni narxini sizlarga 400 ming so'm qilib beramiz. Sifatlari akkuratni ishlangan, juda zo'r sifatda. Bemalol kelinglar, Mazal Mebel xarid qilishinglar mumkin yo'lda ro'parasida.